Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz autizm sindromli bolalar va ularga oilaviy psixologik yordam haqida bo'ladi. Mavzuyimizda rejalarga keladigan bo'lsak, autizm sindromi birinchisi ta'rifi, belgilari va turlari, ikkinchisi autizm sindromli bolalarning oilalariga psixologik yordamning ahamiyati. Uchinchi rejamiz ota-onalarga psixologik yordam ko'rsatishning usullari va strategiyalari. To'rtinchi rejamiz esa xulosa qilib autizm sindromli bolalarni qo'llab-quvvatlashda oilaning roli haqida bo'ladi. Xo'sh, autizm sindromi o'zi nima? Uning asosiy tushunchalari nimalardan iborat? Autizm sindromi bu erta bolalik davrida namoyon bo'ladigan ijtimoiy o'zaro ta'sir, kommunikatsiya va xulq-atvor sohalarida sezilarli qiyinchiliklar bilan tavsiflanadigan nevrologik rivojlanish buzilishidir. Ushbu sindrom autistik spektr buzilishi, ya'ni qisqacha qilib aytganda ASB deb yuritiladi va har bir bolada turlicha namoyon bo'lishi mumkin. Autizm sindromining asosiy belgilari, ya'ni turli xil belgilarni o'z ichiga oladi, jumladan ijtimoiy muloqotdagi qiyinchiliklar, takrorlanuvchi xatti-harakatlar, ko'z kontaktining bo'lmasligi, doimiy bitta buyumga bog'lanib qolishlik va boshqa yoki bo'lmasa o'ta darajada kuchli sezgirlik yoki sezuvchanlikning yo'qligi kabi belgilarni o'z ichiga olishi mumkin. Ba'zi bolalar nutq rivojlanishida kechikishni namoyon etadi, boshqalari esa g'ayriodatiy nutq uslubiga ega bo'lishlari ham mumkin. Autizm sindromining qanday turlari mavjud? Ya'ni bolalikdagi dezintegrativ buzilish esa normal rivojlanishdan so'ng ko'nikmalarning sezilarli yo'qolishi bilan namoyon bo'ladi. Ushbu turlarni aniqlash va differensiatsiya qilish bolaga mos yordam ko'rsatish uchun muhim ahamiyatga egadir. Asperger sindromi ijtimoiy o'zaro ta'sirda qiyinchiliklar va cheklangan takrorlanuvchi qiziqishlar bilan tavsiflanadi, ammo nutq va kognitiv rivojlanish odatda saqlanib qolgan bo'ladi. Retta sindromi ko'proq qizlarda uchraydi va rivojlanishning regressiyasi bilan xarakterlanadi, ya'ni orqaga qaytish bilan. Autizm spektrining buzilishi turli xil ko'rinishlarga ega. Asperger sindromi, Retta sindromi va bolalikdagi dezintegrativ buzilish kabi turlari mavjud. Har bir tur o'ziga xos xususiyatlarga ega va bolaning rivojlanishiga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Autizm sindromli bolalar oilalariga yordam. Oilaviy psixologik yordamning ahamiyati. Autizm sindromi bilan og'rigan bolaning oilasi doimiy stress va qiyinchiliklarga duch keladi. Psixologik yordam oila a'zolariga emotsional holatni barqarorlashtirishga, bolani tushunishga va samarali muloqot o'rnatishga ko'maklashadi. Psixologik yordamning asosiy yo'nalishlari, ya'ni ota-onalarga stressni boshqarish, bolani qabul qilish va unga moslashga yordam berish, aka-uka va opa-singillarga autizm haqida ma'lumot berish va ularning his-tuyg'ularini qo'llab-quvvatlash, oilaviy munosabatlarni yaxshilash va o'zaro yordamni kuchaytirish. Bu albatta jamiyatning hamkorlikdagi o'zaro yordami hisoblanadi. Nima uchun psixologik yordam zarur? Psixologik yordam oila a'zolariga bolaning xatti-harakatidagi qiyinchiliklarni tushunishga va ularni yengishga yordam beradi. Bu bolaning mustaqilligini oshirishga va uning hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Ota-onalarga psixologik yordamning asosiy usullari. Ya'ni autizm sindromli bolaning ota-onasiga psixologik yordam ko'rsatishda bir nechta muhim usullar mavjud. Bularga stressni boshqarish texnikalari, emotsional qo'llab-quvvatlash, muammolarni hal qilish strategiyalari va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish kiradi. Ota-onalarga o'zlarining hissiy ehtiyojlarini qondirishga va bolalarga samarali g'amxo'rlik qilishga yordam berish juda ham muhimdir. Amaliy strategiyalar, ya'ni kundalik hayotda ota-onalarga yordam berish uchun bir nechta amaliy strategiyalar qo'llanilishi mumkin. Bularga bolaning xatti-harakatlarini tushunish, kutilmagan vaziyatlarga tayyor bo'lish, muloqotni yaxshilash va bolaning qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar kiradi. Shuningdek, ota-onalarni qo'llab-quvvatlash guruhlariga yo'naltirish ham foydali bo'lishi mumkindir. Ota-onalarga yordamning 3 asosiy tamoyili mavjud. Bular o'z-o'ziga g'amxo'rlikni rag'batlantirish,
Ya'ni bunda ota-onalarga o'zlarining jismoniy va ruhiy salomatliklariga g'amxo'rlik qilishni eslatish kerak. Keyingisi resurslar bilan ta'minlash, ya'ni ota-onalarni autizm haqidagi ma'lumotlar bilan o'sha autizm haqidagi ma'lumotlar bilan boyitish kerak bo'ladi. Empatiya va tushunish, ya'ni ota-onalarning his-tuyg'ularini tushunish va ularga hamdard bo'lish kerak. Xulosa qilib aytganda, autizm sindromi bolalarni qo'llab-quvvatlashdagi rolini aytgan bo'lsak, oilaning autizm sindromli bolaga ta'siri. Autizm sindromli bolani tarbiyalashda oilaning roli beqiyosdir. Ota-onalar va oila a'zolarining tushunishi, sabri, mehr-muhabbati bolaning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Oilaning qo'llab-quvvatlash bolaning ijtimoiy